Assalomu alaykum, hurmatli muslim opa-singillarimiz. Bugun sizlarga organizmni yuvadigan, jigar tozalaydigan mahsulotni tayyorlanishni o'rgataman. Ya'ni bu tabiiy sharbatlarimiz uchun 2 dona qizil lablagi, 2 dona qizil sabzi va 3 dona ko'k olma kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarni archib olamiz. Olmani xohlasanglar artsanglar ham bo'ladi. Aynan mana shunday qilib maydalab to'g'rab olamiz. Buni to'g'risini aytsam blenderdan chiqarmoqchi edim, lekin avval shopperda qilib oldim va keyin blenderda yaxshilab maydalab chiqarib oldik. Bunga esa suv qo'shasizlar. Suv qo'shib yana maydalashni davom ettiramiz va keyin suvni ko'proq qo'shib turib, buni suzib olsanglar ham bo'ladi. Aynan mana shunaqa maydalangandan so'ng unga suv qo'shasizlar va xuddi shunday holatda suzib olasizlar. Marli yordamida suzib olsanglar ham bo'ladi. Bunga agar davleniyasi pastlar bo'lsa, asal qo'shib iste'mol qilsa ham bo'ladi yoki o'zini ichsanglar ham bo'laveradi. Bu har kuni ertalab ichishimiz kerak bo'ladigan tabiiy sharbatimiz hisoblanadi. Va bundan tashqari ham nimalarni iste'mol qilishinglarni o'rgataman. Iliq holatda ichishni unutmanglar.